Alo? Can Shuji. Siz hozirla rayondagi yig'inga bering. Lu rayon boshlig'i riyosatchilik qiladi. Bir kishi qo'nishingiz mumkin. Ma'qul. Amisa hozirlamangay. Hozirlamangay. Mamangda. Hey, akşamlıqqa post kim turdi? Xo'chi. Shoyi? Xo'chi. Sen nima o'ylayapsan, ha? 2 kundan beri ro'yingni jin yeb ketgandek ko'p qolding-ku. Yo'q. Nədiki jinkan o? Qara. Men rayonga yig'inga boraman. Wang cho'qirga obdan qara. Hargiz chatoq chiqmasin, ha? Ma'qul. Xizmatimni obdan qil. Pat arada seni xalq askarlari atratiga boshliq qilaman. Men atrat boshlig'i bo'lam dedim. Onda qabiliyetim bormisa mening. Qara seni. Men seni aytib limanda qamoqatlardek bel qo'yib etsa. Bo'ldi. Chiq gap qilib o'tirmay. Gapimni esingda tut, ha? Men qandaqmi xalq askarlari atratining boshlig'i bo'la olmayman. Yuanjam bilan Wangchim bilan meni. Bu nesbasqa yerdan ketmasam bo'lmag'idek. Berang. Yavzu. Yenfan apsi. Tamaqni baldurla egepsizga. Qo'sog'ingizni ochdim ekan dedim. Tamaq yeb bo'lib, ya o'ltirdi ekanman, ya yotdi ekanman. Bayiq tamoqmi tegib sig'magan tursa, qandaqmi qo'zg'amassin? Sizga deydigan gap bor. Nima gap? Dada, xotinim qani? O ketdi-ku. Ne ketdi? Men nereden bilay? Dada, xotinim dippa. Xotinimni dippa. Sen vaza g'alib qilma. Men onu nereden deb akkilaman, dapaqa? Menga xotinim kerak. Menga xotinim kerak. Sen vaza. Sen xotin deyishni bilasan. Sen mush sarang dal ta'alang bilan men sen 10 xotin etmasammi? Tutib tura olmaysan. Rasman. Bu siz xizmat ko'rsatadigan fursat. Jur'at qila olamsiz. Nima ishga jur'at qilmay? Siz bilan xotirjam turmush kechiradigan ishbozlar har qanday ishni qilaman. Yaxshi. Endi men sal turib Jandabilarga aytay. Ma'qul. Lo atrat boshlig'i bilan Lilovda ba'ini bir top chilbir. Agar ular menga ishonmasa, bu xuddi bir parcha loq go'shtni chilbirning og'ziga sep qo'yganga o'xshash ish bo'ladi. Qo'rqatamsiz. Salbal qo'rqatma. Qandaqsi qo'rqmay. Amsi bo'ldi qiling. Men etmagan bo'lay. Yenfan apsi. Mening qo'rqqanim rost. Biroq yanilib boraman. Siz bilan birga bo'ladigan ish bo'lsa, meni hang'ang'i sekre, desingizmi sekrayman. O'zingizni o'limga tutib bermaysiz. Bu ishni bitirib kelasiz.
işçilerini tikip boğazıma. Bu işini çokum tutturup gelime. Tanrı bana iltifat kılıp yine bir yolunu, nicatlık yolunu beğendi. Tamaq ye. Canshuji, bana huzuruna kirdim. ishingni yepib qo'ying. Ma'qul. Bang yozo, sizga tanishtirib qo'yay. Bu yoq Noillik harbiy idora qilish komitetidagi zing bo'lim boshlig'i. Biz ko'rishgan. Ko'rishgan. O'ltiring. Bu qitim vazifa xatarlik bo'lsa-mu, biz sizga ishonamiz. Lo atraf boshlig'i deganlarga taqobil turishga siz usta. Esingizde bo'lsin, zimmingizdagi vazifa cho'ng ishqa munosabatlik. Bilaman. Buni bilaman. Bütün Jungoni azat qilishga munosabatlik. Shundoq deyishga bo'ladi. Agar kichkina chataq chiqib qolsa, kalla ketadigan gap. Ideyda qurbon bo'lishga tayyorlik qilib qo'ying. Sizde shunday tayyorlik bormi? Menda u albatta tayyorlik bor. Ammo sizlarmi tayyorlik ko'rib qo'yinglar. Nimaga tayyorlik ko'rib qo'ymaysiz? Navadı ben ölüp ketsem Kompartinin kahramanı hesaplanama. Albatta. Yinfeng'in apsulan Shao Yinfeng inqilabı kurbandan tavabatı bulamdı ya. Shundoq. Anı balish kishiga hükümet turmuş jihatda kapolat berdi. Berdi. Yaxshi. Gap taza ishonchlik emas. Mana bir ilk tilqa yozib bering, mening ko'nglim xotirjam bo'lsin. Voy o'zi. Bugun Noilning zing bo'lim boshlig'i o'zi kelsimi? Xotirjam bo'lanmamsiz? Qaraganda siz kompartiyaning siyosatini ancha tushunmaydi ekansiz. Sizga yana bir qatim deb qo'yay. Men Noillik partikom xalq hukumatiga vakolatan keldim. Ma'qul. Bo'ldi. Sizlarning bu so'zlarni bo'ldi. Men qilay. Soda? Yo. Xato debdim. So'da emas. Jungoni azod qilishdek inqilob vazifani zimmamga olaman. Planimizni es tutib oldingizmi? Tutib oldim. Hammani tutib oldim. Kechda Xo'chi posti turdi. Yerim kechida dindan uni ish qilib o'rgidi. Siz shu fursatdan foydalanib qeching. Ma'qul. Mana bu jilitga. Bu uçaq muvokili xaritasi. Buni burunqi peti ichiga sep qo'yib, ondan kiyivering. Ma'qul. Can shuji, biz bu xaritini yana qaytarib bersak, uçaqda qarab turib Lilovda bilan Janganga yordam bergan bo'lib qolmamdiq. Xaritidan yana birini kashtilib oldik. Buningdagi odamlar JX xodimlarining tizginida turyapti. Ma'qul. Bang yozo. Lo atraf boshlig'i Lilovda janjallar ham ilgar ham yovuz. Siz qattiq ehtiyot qiling. Ma'qul. Can shuji, men ko'nglimdagi bir gapni desam bo'ladimi? Dama. Nimishkin tang men shu gomindan ekspertlar bilan aloqasam hamma ish mening o'ylig'imdek bo'ladi. Lekin kompartiyaning oldida nimish doim tumshqimga yeyman. Bu normal ish. Chunki sizda koni jamiyatning illatlari ko'p. Buni uzun yillik turmushingiz shakllantirgan.
hozir yangi jamiyatga qadam qo'yib, hamma ish o'zgardi. Damallikqa moslasholmaysizda. Shunga obdan o'zgiring. Ma'qul. Men obdan o'zgiraman. Cho'qim yaxshi o'zgiraman. Yana shikalaga bir talabim batdi. Qandaq talab? Men taqqa bir odam bilib chiqsam. Bo'lmaydi. Nimish olmaydi. O'zimga yordamchi elib olay deyman qo'shu. Sabab ko'rsatmang. Bilaman. Siz Yingfangning opsini elolmoqchi. Voy. Shuji. Meni faqatla tushunmaydigansiz juma. Men nima ish qilib Yingfangning opsini taqib chiqatdim. Men bu qatdim oshko'z chilbörlarning o'ziga boradigan to'zam, ha? Nima deb Yingfangning opsini, ha? Lu atraf boshlig'idak chilbörlarning oldiga aparatim. Bu qarab turib, Siz kimni apirsiz? Tangji ishini-chu. Nima ishqa? Qolaylik bo'lsin deb-chu, ishkillarga vaqtida xabar yetkazib tura olayman emasmi? O'ylashib baqayli. Hach! Birinchisi sig'inish, ikkinchisi tillash, uchinchisi shamoldash. To'rtinchisi nima to? Yerim osh pishimdan keyin boray. Onunğa ehtiyot qilishni topilang. Ha, dingdang. Xotirjam bo'ling. Uning qo'lidagi xarita, uni qo'g'daydigan til tumar. Aç. Kim ha? Oy. Jangal qaz. Biz bilan keting. Yo'q, men sizlarga ketmayman men. Nima? Biz bilan ketmamsiz? Amsa kompartiyani qo'lda olamsiz? Yo'q. Sizlar bilan ketamdim. Sizni qutqizg'ili keldik. Meni qutqizg'ili? Ha, tez bo'ling. Maqul. Qo'ying nima? Malay. Yuraman. Xo'chi, sen nima? Men Stress g'o. yo'q, titirmadim. Uxlab qopib, sal to'nglab Ha, shu. bo'ldi. Meni. Men mangam deb. Tez. Tez bo'linglar. Tez. Quloqchoqor, yana ko'rishib qoldik, ha? Tez. Menga qarayapsiz. Yuring.
Bir ahvol bormi? Yo'q. Xo'chi! 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 Xo'chi ilgari qo'riqchi bo'lgan. O'tganda Wang Yozu bilan birga qochgan. Yana xizmat ko'rsatib, xalq askari bo'lgan. Qandaqsiga Wang Yozuni qo'yib berib, uning bilan birga qochdi. U buning foyda ziyinini bilmasmi? Uni Wang Yozu ozdirganmi deya. Xo'chidek odamlar o'ng'ayli egib ketadi. Bu Wang Yozuni biz o'rlashtirgan tursak, nemishqa o'z beshimchilik qilgandi? Hallo, nima bo'ldi? Janshuji. Wang Cho'qir qochib ketdi. Zodi nima ish bo'ldi? Men Liulu yesida ichilgan yig'in tugagan hamon kechalab qaytib kelgan. Kutilmaganda tog' tarafda uning Lilovda bilan ketayotganini ko'rdim. Xo'chimi birlikka? Men burildi degan Wang Cho'qir Lilovda bilan sherik. Yana Xo'chi mendan ruxsat so'rab yurtga qaytmoqchi bo'lgan. Bu uning bahonasi. Asli u Wang Cho'qir bilan birga Gomindonga beqinmoqchi ekan. Yig'da. Va Halloni uyiga gapirib qo'ying. Ma'qul. Yura. Yuringlar. Biz aslida bir maydon o'yin o'ynaylik degan. Mana endi o'yin rostga aylandi. To'jang, nima o'ylayapsiz? Wang Yozu xatar ichida qoldi. Nimishqa? Xo'chi ham ahvolni biladi. U iliq xaritini pandimcha bilan birga hukumatga bergan. Wang Yozu xariti yenida dab qolsa, Xo'chi pash qilib qo'ydi. U chaqda Wang Yozuning qo'lisi ketdi. Bu chataq bo'pti. Qanday qilamiz? O'q etilib bo'ldi. Gap Wang Yozuning o'zida qoldi. U bizga Tongji ishini elib olishni aytgan. Biz kechikdik. Tongji ishini qayil qilishga biz ulguramadik. Endi Tongji ishini evatsak bo'lmaydi. Bunda qilsak, chandirib qo'yamiz. Ehtiyot qilaylik. Aram eli olayli. Mush yerda o'tiring. Ma'qul. Xo'chi. Wang begim, men sizni qaslay demagan edim. Bilaman. Seni bandim chekdigan maramliq majburlagan. Bo'ldi, men sendan og'rimayman. Rost og'rinmamsiz? Hey, men azaldan lavisimda turman-ku. Baqara. Bundan keyin mening gapimni anglab, men da deganni deb qil deganni qilsanglar, foydasi o'zingga bo'ladi. Gapimni tushundingmi yo? Tushundim. Siz nima deysiz? Men shuni deyman. Siz nima qildingiz? Men shuni qilaman. Wang Cho'qir. Ha? Ne bo'ldi? Sen Anjoddan kelgan jilitki qani? Ha? Mana. Keldingizmi? Ha? Mana. Mana bu yerda. Nerede? Ha, mana. Qani? Mana o'shamda. Qani nerede? Qani? Mana. Ha? Voy. Qo'lingni, silangni. Tez bo'ling. Vaqil, aldirmang. Qo'lingizni tatdim. Tugmasi var. Tugmasini bir-birlab yashmamizlar. Tuz turing. Silanga. Mana sevatimman qo. Qo'lingizni tushiring, ha? Voy, mana. Ekran. Oxiri tepib oldik. Endi cho'ng ish tavirtadigan bo'ldik. Sizlar Anjoga Yuzvani xotinini izgilib berib ekansizlar-ku.
Wang Begim, bu xarita bu xarita, bu xarita, ha? Bu xaritani men yerimdan ayirmayman. Undaq emas. Nima undaq emas? Aramliq xalq askarlari atirtining ma'lum boshlig'i bo'libla. Kim ma'lum atraf boshlig'i bu? Arzon shum. Ha? Xalq askarlari atirtining ma'lum boshlig'i bo'lding-ku mana. Ha? Sen pandim cheka yantay qilib meni qilib qo'yding. Ha? Men ming bir tasdiqda kommunistlardan bu xaritani yo'qib qoldim. Bayanzo, karomat ish qildingiz. Yaraysiz. Bir davlatning sodiq odami ekansiz. Ben sadiq. Bu xaritani yenimda saqlab keldim. Jang dagümüne her qancha so'roq qismi bu herkes demedim men. Demedim. Sadiq demedim. Bang cho'qir. Mingoni asli keltirib olsak, siz tövbekor bo'lasiz. Rahmat, Can xon qiz, rahmat. Anladımı? Men tövbekor adamcımı? Men degan tövbekor, ha? Anladım. Anladım. Qaramliq. Xiyolingda kompartiyaga yo'lansam paytolima deganmidan. Mana endi bo'lganda sen yana men qo'limga tushib qoldim. Men bir eg'iz gap qilsamla. Men bir eg'iz gap qilsamla. Litanjang, ha? Yana Janjang xon qiz. Yana Wang Jinbyo inim mening o'chimni hep berdi. To'g'ri, Wang Begim. Uning terisini so'y desangiz, mana men tayyor. Wang Begim, rahmat qiling Wang Begim, rahmat qiling Wang Begim. Qulungni. Maftum qilma. Bu haramliq. Bo'pti, ha? Shuncha yil meni kelim jurgidan yuz xatirisini qilib, sana rahmat qo'yay. Rahmat Wang Begim. Rahmat Wang Begim. Tura o'rningdan. Bayanzo. Dadam qanaqroq? Yaxshi. Apam qanaqroq? Yaxshi. Obdan turibdi. Sen vazı yamiylacho. Ular obdan turibdi. Juma. Endi xotirjam bo'ldim. Yuringlar. Yo'lga chiqaylik. Deydiganni, deb demaydiganni dema Juma. Shunday qilsang, yaxshi kun ko'rasan. Xutimmi ya? Yura. Hoca. Ala. Vay. Onunğa bir iş bo'lmas. Acha. Xotirjam bo'ling. Wang Begim o'zi menga Lelavda lo atraf boshlig'idagi odamlarga taqobil tura olmayman degan. U amal topa oladi. Bo'ldi, mening ishim bor, qaytib ketay. Hay, kechda sizga yangi hamroh bo'lsin. Uchinchi yanga. Men akşam Tütünbegi sarayının sırtida Leylavdaning Wang Begimni ip qochqanligini ko'rdim. U yerga nima ish qilib olgan? Wang Begimni qutqazgani borgan. Bu o'zingizni o'limga tutib berganlik emasmi? Nima ish qilib bunday qilasiz? Wang Begimning uvolchilik tortishi qarab turammidim. Bak qaramliq qilibsiz. Men buni sizga deb qo'yishga kelgan. Endi men ketay. Tangjishi. Endi bunday qilmang. Bu baxatarlik, ha? Ma'qul. Hello. Janshuji. Men hozir Noyig boraman. Bu yerdagi xizmatlarni siz o'rlashtiring. Cho'qim yaxshi o'rlashtiraman. Cho'qim yaxshi o'rlashtiraman. Yolg'iz yetishmayman desangiz, sizga dingdan yordam etsin. Kerak yo'q. Yetishalayman. Yetishalayman. Ma'qul. Amsi men mangay. Janshuji, aman bo'ling.
Meni Tangri yuylayapti-da. Vang Chaqir. Bu qitim Lilovda seni qutqizib oldi. Kompartiya seni banditlarning sherigi deb qoladi. Endi sening to'ning pichilib bo'ldi. Hargiz qochib qutula olmaysan. Hey. Uyingizda turayotganimni maxfiy tuting. Albatta. Menimcha siz Tangji ishi bilan so'zlashib beqing. Agar u Lilodaning to'piga qo'shilib olsa, Wang Yozoga hamdam bo'ladi. Ma'qul. Boshqa sezib qolmasin, ha? Tangji ishi. Sevatda o'qiyapsan. Din boshliq, keldingizmi? Ha. Tangji ishi. Lilovdaning Wang Yozuni ip qochgan ishidan xabar topdingmi? Xabar topmadim. Buni hamma odam bilsa, sen nima ishqi bilmading? Bu nima deganingiz? Nima deganimni? Sen o'zing topaqa. 3-yangi sizga debdi-da. 3-yanga? Men oqshom Wang begimni qutqazg'ala borgan. Lekin mendan Lilovda chaqqan kelib qoldi. Nima? Wang begimni qutqizg'ili bordingmi? Ha? Sen Meni tutsangiz tutuyorum. Senize Tangji ishi. Sen Tutmamsiz. seni tutib nima qilaman? Tutmamsiz meyliniz. İş qilib jenim tinimdili bo'lib, osh qammisamla bo'ldi. Mening tortishqidak hech nimam yo'q. Qachon tutsanglar mayli. Agar Wang begimning yiniga bor desamchi. Wang begimning yeniga berib nima qilaman? Nima ish qilishni? Sen borganda u senga deb berdi. Qiziq. Wang begimni Lilovda ep qochgan tursa, uning yeni bor deganinglar meni o'limga tutib berganinglar-ku. Yo'q, undaq emas biz. Wang begimning yeni bor desanglar, gomindanchilarning, banditlarning yeni bordigan gap. Men ma'qul bo'lib, ko'rikning yeniga berishim qila. Siz xalq askarlarini boshlab berib, meni tutasiz. Shundaqmi? Dingdang. Men Tangji ishi undaq ahmoq emas. Mening kallam rostli ishlamaydi. Biroq Wang begim bilan uzun yil birga bo'ldim. Bunchalik ishni tushunib yetkizishim bor. Dingdang. Siz meni qaltaq tushirman desangiz, men tushmayman. Sizlar mishaga o'rlashdinglarmi? Chef Ugan. Ularni o'rlashtirib qo'ying. Ma'qul. Yuringlar. Yura. Men yuqoridan harakat qilishni iltimos qilay. Ma'qul. Wang Jinmiao, sen bu uyda tur. Wang Chaqir, ikkinglar bu uyda turinglar. Ma'qul. Ma'qul. Wang begim, men qaraysiz-ku. Nima ish qarag'imni bilamsa? Xaritning ishiga yaxshisi aralashmagan Juma. Cho'qim aralashmayman. Bundan keyin
Men sana nemi de desem şunu deyse, nemi kıl desem şunu kılasa. Ha? Eğer gepimni anlamay jo'laydigan bo'lsang, rahimsizlik qildi deb mendan ag'rinma. Ma'qul. Buningdagin gachi bo'lib olaman. Gacha. Eng yaxshisi gachi bo'lib, og'zini ching yumib yur. Ma'qul. Vang begim, ilgi xaritini men Ağzını sana gachi bo'lib ol demasam yana gap qilsang-ku. Tanji ishini gapga kirgizmak bak taskin. Ben oylandım. 3. yengide basqandaq. To'g'ri. 3-chi yangi bo'ladi. 3. yengi bilan maslahatlashib beqing. Oldirab ketmayli. Yengilik qilmayli. Ma'qul. Pandimchek odam boshlab berib, uyinglarni musodir qilib, mol mulkinglarni tortib oldi. Bu pandimchek degan haromlik zodi yaxshi narsa emas-ki. Yuqoridan telegramma keldi. Anjo hujum qilib to'plan ko'taringlar debdi. Men Shefoganga tinchlik medali orqali joylardagi sho'ba atroflar bilan aloqalashib belgilangan vaqtda tan qo'zg'alish haqida buyruq berdim. Yaxshi. Siz o'rlashtiring. Endi atlar harakat qilaylik. Bo'lmaydi. Jo'ngan qiz qaramliq qilsa qat'iy bo'lmaydi. Nima bo'ldi? Le atraf boshlig'i. Dingdongdan anglasam, Anjoga ozodlik armiyaning bir zarbidar la'nini ko'paytibdi, demdi ish qilib shahar qo'q sirtidagi ashliq punktida batta bir tal ashliqmi yo'q-ki. Shuncha ko'p o'ylang hammasida ozodlik armiyaning o'q to'g'risi borki. Mening bu gapimga agar ishkinglar ishonmasanglar, odam avatib aniqlab baqsanglar bo'ladi. Bo'ldi. Baq cho'qir. Chiqib turing. Ma'qul. Ular birliyan ko'paytgan bo'lsa, bizning odamimiz yetmaydi. Aniqlashqa darhol odam avating. Baq cho'qirning degini rasmi yolg'onmi? Xo'p. Nima deding? Vang'jin biya bilan jo'njan kechibdimi? Ma haramliqni. Uni cho'qim eraqib buzuq ozdurdi. Aniq surishtirdingmi? Rasmi shundaqmikan? Men Fushan ibodatxonasini chorlab keldim. Wang Yaozu bilan Vang'jin biya shu yerga. Haramliq. O hamon bir kuni mening qo'limga tushdi. Shu chaqda uning yuragini sug'urib olib, aroqqa chilayman. Rostini aytsam, men pandimchakning faqat shu dumbamdoq. Ko'zim kichikroq. Burnim panoqroq. Og'zim cho'ngroq. Boshqa aybim yo'q. Oltin uzukka yoqut ko'z degan gap bor. Men bek notiq. Hilam ko'p. Mushnoga tayinib har qanday qizni keltiralayman. Ha? Askar. Pamoshliq, nima ish? Shoyini chaqirib kel. Meni dars takrorlab berdi ekan-da. Xo'p. Shoyi, xoxocha, megbarsiz. Panaka meni yezliq mahkamaga chaqirtibdi. Ay, Shoyi, ha? Menga yordam qiling, ha? Qanday yordam? Yinfang uyda topshiriq ishlaydi. Mening ishim chiqib qoldi. Uni uyga olib turing. Birdamdil qaytib kelaman, ha? Ah, ma'qul. Yuring Yinfang. Rahmat sizga. Hech qisi yo'q.
Yovmey! Yenge, geldingizmi? Ha, Yuring, uyga kiraylik. Yovmey. Ha? Men qarang, Boy Shoyi bilan uchrashib qoldim. Nima bo'ldi? Pandimchak uni yeniga chaqirtibdi. Shoyi, oxiri keldingiz. Sizni uzun saqildi. Bu yangi kiyimni rasli kiyibsiz, ha? Ha. Shundoq talkabdi. Belingizni chiroyli ko'z tutdi. Xijil bo'lyapsiz-ku. O'ltiring. Bugun kechda o'zim navbatchilik qilaman. Biz obdan paranglashaylik, ha? Ay, xijil bo'lmang, ha? Qo'lingiz bek yumshoq, xuddi o'rnandeklar. Ay, biz qo'l elishqan-ku. Shoyi, siz bilamsiz. Men tushundim-ku sizni ko'rim, ha? Rost qasam qilib beray. Ay, qarang sizni. Shundoq chiroyli yuzingizni buning bilan to'sib-olibsiz-ku, ha? Shoyi, siz bilamsiz. Men nemishqa Liyomeni ajrashishga zo'rlamadim. Men fursat kutyapman. Fursat yetilganda men uni nihoyat osonli Lo'yintig'ining u tarafiga tashlab etaman. Shu chaqda ikkimiz to'y qilamiz. Siz menga bola tug'ib berasiz. Shuningdan keyin bizning kunimiz bag'an siri yaxshilanib ketadi, ha? Muhabbatimiz xuddi o'choqdagi o'tdek yolqinlab turadi. Rasma? Ha? Ras, sizni aldaytdimmi men? Sizni bir suyib olay, ha? Birni suyib olaychi. Birni suyib olaychi. Pandimchak, o namussiz! Qering keldi. Ay, Tongji ishi. Xuchimo ketib qolgan tursa, sen texchi ariqchi bo'ltirsan-ku. Shundoq. Ding-dong men Vangbegimning yeniga bor degan. Bu rostmidi ya? Sen suyuq, ayollarga po'xirlik qilib o'tamsan, texi? Sen To'xta! Men kimga po'xirlik qildim? Shoyiga-chu. Shoyi qani? Shoyi qani? Konala, o'g'rini meli bilan tut. Zinaxo'rni jupti bilan debdikan. Shoyini bu yerdan tepib, menga ko'zding-a? Pandimchak, men Yovmeyga guvohchi bo'laman. Siz? Boy deganlaringning hammani sir tutib angladim. Janxo'xo. Siz aksil inqilobchining xotini, teqa pomishchikning qizi bilan til biriktirib, inqilobiy kadrga to'kmat qildingiz. Men ko'nglingizni ko'zdiman. Men harigiz ishonmayman. Lo'yin bozorida ayni etak bilan yapolmaysan. Ha, ayni etak bilan yapalayman taza. Liyomey! Siz Shoyining siyoqiga kirib olib, menga qasd qildingiz. Bu inqilobiy kadrga, ha? Yeziliq mahkamaga. Kompartiyaga qasd qildingiz. Sizni jazolayman. Sizni qattiq jazolayman. Jazola? Qani jazolamamsan?
Men hamma yerda chavangni chitqi yeyib, Loyin bozoridagilarga rasvochiligimni bildirib qo'yaman. Ha, sizgacha hech kim ishonmaydi. Loyin bozoridagi hammanglar mana mendek yezliq mahkamaning boshlig'iga ishonadi. Siz pomishik baydiqonning qizi, gezanda xotin, sizga hech kim ishonmaydi. Bu yerdagilar ishonmasa, yuqoriga berib arz qilaman. Seni boshliq bo'lamas qilib aytaman. Ha, men boshliq bo'la olayman. Men boshliq bo'la olayman. Yana kelib, toza cho'ng boshliq bo'la olayman. Cho'ng boshliq bo'lamsan? Seni o'ldirib aytaman. Seni boshliq bo'lamas qilib aytaman. Isyan ko'tar, odam bu. Uni qoldi, urushmoqlar. To'xta. Qo'lingizni torting. Tutinglar uni. Qo'lingizni torting. To'xtatmay urvatamsan texi. Nomussiz qo'yib. Qo'y, sen qo'yma. Qo'ymas. Sen qo'y. Sen bilan tang turmayman. To'xtab tur. Seni o'ldirishmaydigan Kim bo'lsam. darhol bu xotin tutinglar. Tez. Adam öldü! Tez gel ola! Adam öldü! Adam öldü! Uning bo'ldi. Meningcha, Lovatrat boshlig'ini qo'lga keltirib, Anjouga billa hujum qilaylik. U bo'ysunmaydi. Wang Cho'qir bilan Wang Jinbiyao'ni Longyintiga avasak bo'ladi. U ishkisini avatamdiq. Ha? Wang Cho'qirning kallasi ishlaydi. Gap bilan hammani qoyil qila oladi. Eng muhimi, Lovatrat boshlig'i u jilitkidan nurg'un pulni chekib deb qaraydi. Shuni Wang Cho'qir uni aldab ketalaydi. Yana kelib, Wang Jinbiyao'ni men setib oldim. Cho'qim ketmanimizni chapadi. Ma'qul. Topshirgan vazifani aniq tushundingizmi? Tushundim. Aniq tushundim. Lekin shu Lu Texan mening gapimni anglaymi? Wang begim, aql parastingiz bilan gap tanlig'ingizga tayinib, Lovatrat boshlig'ini sepimizga qo'shilishga jazman ma'qul qila olasiz. Ma'qul. Wang Jinbiao siz bilan birga bordi. U sizga yon bosdi. Amsa texim yaxshi bo'lgandek. Lovatrat boshlig'i. Xuchimo men bilan birga borsin. Vaqt kelsa menga asqatdi. Ma'qul.